Men hazır nurgun radiolarda maslahat beriş jarayonida bo'lsin yoki leksiyalarımda bo'lsin yoki 100 turani kurash jarayonida bir holatni, ya'ni ota-onalar hozir bir krizis petib qoldi. Ya'ni nem tarbiyalash, bal tarbiyalash krizis petib qoldi. O'qituvchilar bo'lsa, bularni texmi krizis petib qoldi. Chunki mayli ota-ona bo'lsin, mayli o'qituvchi bo'lsin, bularning burunqi balalarni tarbiyalashda, yetaklashda ishlatadigan nurg'ulg'an metodlari yoki bo'lmasa nurg'un ko'z qarashlari hozir put eslab turolmadi. Nemish put eslab turolmaydi? Ularning xatomi? Yo'q, to'g'ri. Asli ota-onasining ularni tarbiyalagan vaqt ishlatgan metodlari to'g'ri chiqqan. Chunki u shu davrga moslashdi. Ammo o'zgarish jarayoni bo'lsa, bu to'g'ri, bir to'g'ri. Ammo o'zgarish jarayonida bu xatolab qoldi. Xuddi qo'lboq deryoda to'g'ri. Ammo quruqliq so'rib olganda qo'lboq xatolab qolgandek bir to'g'ri narsa o'zgarish jarayonida makon zamon moslashmoqlik uchun xatom bo'lib qoldi. Chunki quruqliqda qo'lboq ham ishlamaydi. Nimishqa bugungi dunyoda, bugungi zamonda yashayotgan bizning yoshlarimiz, o'smirlarimiz qanday muhit yashayapti degan vaqtda uchur intayin ko'p. Media intayin taraqqiy qilgan, xabarlash vositalari intayin tez holat yashayapti. Ya'ni dunyoning o tarafida qanday xabar bo'lsa, qanday yangilik bo'lsa, bizning mail undidor bo'lsin, mail televizor bo'lsin, mail radio bo'lsin, mail internet bo'lsin, tizlar balalarga ko'p bo'ldi. Bugungi davrdagi balalarning bildigan narsa ota-onalardan ko'p bo'lyapti. Bir tantarbiya o'qituvchisi bir to'p balani bir mashq qildirib etib, vatqanda bir bala yiqilib chiqdi-da. Sonra yiqilib tushib, tizini qon topibdi bu, suribdi. Shuna bu tantarbiya o'qituvchisi bu balaga yig'lama, o'g'an bal deganmi, yig'lamdi. Yig'lamaysan-ku, o'g'an bal o'g'andi ekan. Bu bal nim deb javob beribdi desa, men yig'lamayman, sizni azi qilaman degidek. Demak, mayadagi masala nima tushuntiryapti desa, burun maktablarda biroz yig'ilib tushsa, yig'lab ketdi. Shunga o'qituvchi buni yig'lama deb uning ro'yi madad berdi. O'g'an bal degan yig'lamdi. Ammo bugungi davrdagi bolalar yig'lash emas. Bularning ko'z qarashida meni yig'ilib tushimni muallim keltirib chiqadi. Shu men yig'lamayman, sizni azi qilaman deyotgan. Demak, mo'sha bir qiziqarli yumordan biz nima tushuna olamiz desa, biz ota-onalarimiz yashagan dunyodagi kichik bolalar bilan bugungi davrdagi kichiklar o'rtasida intayin cho'ng bir farq bor.